Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Assalomu alaykum qovchiliklar. Mana bugun oshdan Xoramjuraniga keldim. Limonlarini kesdik. Mana 2 yillik limon. O'tgan yil ekkan Xoramjura ham limonchi bo'lmoqchi oshna. Limon, apelsin, mandarin qilmoqchi. Qilasanmi Xoramjura oshna? Qilaman. Ha? Mana qo'ldagi qaychini ko'rsat, qayerdan chiqqan? Yaxshilab, vнимательно. Yaponiya. Mana Amerika. $200 turadi. Yo'q, Ha? qo'ying mana. Mana ey Xudoga shukr, qovchinimda limon ko'paysin. Men bitta narsani bilaman Xurram. Buni million yillab alda qovchiliklar qilgan. Qovchi urug' eng ilmli urug'da oshna. Biza ozgina mehr oqibatni yo'qotib qo'yapmiz. To'g'rimi? Paxta qo'yishni ko'paytirmaslik kerak, mehr oqibatni yaxshi buvani davrida qanday bo'lganmiz, bilasanmi? Xudo rahmat, yaxshi omon davridan shirdan 100 ta gashti Saddevit rais chiqib ketgan. Oblastda 100 ta katta qovchindan bo'lgan. Mehr oqibat ketdi. Qovchiliklar ozroq qiynalyapti. Bundan keyin shunday mehr oqibatli bo'laylik-da. Mana o't bosibdi. Birinchi zamichani o'tni tozalash kerak, ikkinchisi setka qo'yishing kerak. Setka обязательно. Agar mana pastroq qilib qo'ysang 10 metrlik pastroq. Pastda o'zing kirib o'tadigan joy qoldirib qo'ysang, cho'tka bo'ladi. Keyin bu yoqqa qulupni ham ekamiz oshna. Qovchiliklar sog'-omon bo'linglar. Xursandman. Bugun juma ayyom muborak. Bugun juma-ku. Imom uyida juma o'qiymiz dedik bugun iloji bo'lsa. Go'sht deylik Xoramjura. Sog' bo'linglar, xo'p.